Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Bu ko'rib turgan uyinglar Imperial turar joy majmuasida joylashgan bo'lib, 26 kvadrat metrli xonadonimiz bo'ladi. Juda ham zo'r formatda, ya'ni studiy formatda qurilgan uyimiz bo'ladi. Investitsiya uchun juda ham zo'r variant deb o'ylayman. Bu uyimizni olib ichariga berib qo'ysanglar, xudo xolisa 1% ishlasanglar bo'ladi bu uyimizdan. Uyimizning narxini oxirida aytib o'taman. Hozir batafsil sizlarni tanishtirib chiqaman uyimiz bilan. Bu yoqdan kirish eshigimiz bo'ladi. Asosiy kirish eshigimizga kirganimizda ko'rib turibsizlar, stroyniy shkaflarimiz bor, komodlarimiz bor. Bu yoqda bo'lsa umumiy yuvinish xonamiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli sharoitlar bilan qilib qo'yilgan. Uyimiz mana to'liq ko'rinishi bo'ladi. Yevro studiy formatda ko'rib turibsizlar. Bu yoqda oynali zonalarimiz va lounge zonalarimiz bor, jurnalist stoliklarimiz, hamma sharoitlari qilingan. Bu yoqda televizorlarimiz, bu yoqda bo'lsa kuxnyamiz va bu yoqda bizani 2 kishilik yotog'imiz bor, ko'rib turibsizlar. Kravatlari, bu yoqda bo'lsa konditsioner, komodlari va javonlari ham qilingan. Juda ham chiroyli formatdagi uyimiz bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa balkon qismi bo'ladi. Hozir men sizlarni tashqari bilan tanishtiraman. Turar joy kompleksini bu hovlisi bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi, kechqurun juda ham chiroyli manzara bor. O'tirib bemalol dam olib, bu yoqda favoralari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda futbolning polalarigacha qilib qo'yilgan. Xo'p, uyimizga narxi keladigan bo'lsa, 88,000 AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz. Mabodo bu uyni olib ijaraga odam qo'yaman desanglar, o'zimiz ijaraga odamini ham yaxshi insonlarni topib, xudo xolisa joylashtirib qo'yib beramiz va 1% tashlab berishiga, ya'ni 1% ishlashingiga xudo xolisa garantiya beramiz aziz o'rtoqlar. Ko'rib baho beringlar, kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi, hammanglarga omad.